Anor toshi, granat, kozirog uchun eng muhim toshlardan hisoblanadi. Insonga kuch-quvvat beradi, charchoqni oladi. Sapfir toshi, donolik va xotirjamlik timsoli, ortiqcha xavotirdan asraydi. Tog' billuri tog' echkisini fikrini jamlashga, xotirani yaxshilashga yordam beradi. Yana bir toshlardan biri sitrin. Bu tosh omad va boylik toshi hisoblanadi. Nafaqat tog' echkisi, kozirog, balki boshqa barcha hamma burchlar uchun omad keltiradi. Akvamarin tinchlik va muvozanat ramzi, asablarni tinchlantiradi. Tog' echkisi burji vakillari uchun barcha toshlarni qisqa ma'lumot berib o'tmoqdaman. Yanada ko'proq qiziqish qoldirsangiz, boshqa toshlar haqida to'liq ma'lumot beraman.